Akalar, eksperimentda jinni sang'isi 6 tonnali zilli Gentra torta oladimi? Ko'ramiz. Ketdi aka. Stop, torta olmadi. Ketdi hamma yoq akalar. Endi ikkita Gentra. Ketdi akalar. Stop. Torta olmadi. Endi 3-Gentrani qo'shamiz. Ketdi. Stop. Nevatiligi. Nechta tortadi deb o'ylayapti? Torta olmaydi bular. Nima qildingiz aka? Hozir bitta mashina qo'shamiz, o'sha tortadi. Nima mashina? Cobalt qo'shamiz. Ko'ramiz akalar. Ketdi. Endi Cobaltni kuchini ko'ramiz. Ketdi. Stop. Yurib ketdi. Akalar, ko'rdinglar. Cobalt hal qilib tashadi. Cobaltchi akalarim bitta like bosib qo'yasizlar. Akalar, biz bekordan bekorga Qo'qonga kelganimiz yo'q. Bu ma'lumotni sizlarga aytmasa bo'lmaydi. O'rtoqlar, tanishinglar, Sabun kompaniyasining boshlig'i Umidjon aka. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshi ko'rdinglar. Rahmat aka. Nima bu shaharga kelib to'plangan shovqin-suron, bag'ir-chaqir bu? Nima holat? Rozi bo'lasiz, endi bizani podpисчиlar shunaqa kontentlarni yaxshi ko'rishadi aka. Umidjon aka, bitta yangilikni eshitib qoldim. Siz o'zingizni podpисчиklaringizga, obunachilaringizga butun boshli uyni qadya qilmoqchisiz. Qachon u? U 24-noyabr kuni biz onlayn taqdimotimiz bo'ladi. O'shanda menga obuna bo'lishgan obunachilarimizga ichidan aniqlab xonadon sohibini e'lon qilamiz. Mutlaqo tekinga. Mutlaqo tekin. Qo'qonning markazida Sabun kompaniyasini hamma biladi aka. Bosh to'lovsiz 60 oyga bo'lib o'zini pulini to'lashga xonadon xarid qilsa bo'ladi. Foiz va peniyalarsiz. Qo'qonda hali hech qaysi tadbirkor bermagan taklif Umidjon akam beryaptilar. Ya'ni uyni sizlar shundoq yutib olasizlar. Qaranglar, uy yutib olish uchun Umidjon akamning profillariga obuna bo'lasizlar va profil shapkasida silka turibdi. Telegram kanaliga o'tib obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin o'rtoqlar. Akalar, hech qancha vaqt qolmadi. Prost obuna bo'lsangiz, butun boshli uy sizniki. Okay? Joningiz sog' bo'lsin. Sog' bo'linglar. Rozi bo'lasiz. Ukajonlarim.